Assalamu alaikum qarindoshlar. Men Muhammad Abdullah Davud, Sharqi Turkistonning Xota viloyati Gumanoyi Boshlangan Reza Sazam Kenit 3-guruhidan. Men bugun urug' tuqqanlarim haqida guvohlik bermoqchi. Bu akam Anvarjon Davud. Bu yil 47 yosh. Sharqi Turkistonning Xota viloyati Gumanoyi Boshlangan Reza Sazam Kenit 3-guruhidan. Yakka tijoratchi. Akam 2017 yil 3 ayda men bilan telefon aloqasi qilganlik sababidan tajovuzchi Xitoy soqchilari tarafidan qo'lga olinganlik xabarini olgan. Shuningdan biri aloqam yo'q. Akam hayot bormi, yo'qmi, turmidimi bilmayman. Bu singlim Gulambar Davud. Bu yil 32 yosh. Sharqi Turkistonning Xotan viloyati Gumanoyi Boshlangan Reza Sazam kenti 3-guruhidan. Singlim 2017 yil 1-oyda men bilan aloqa qilganlik sababidan Xitoy soqchilari tarafidan tutilib qo'lga olinganlik xabarini oldim. Shu vaqtning o'zida singlimning 9 aylık boğan boğvaqı, məsum boğvaqı anısından ayrılgan o boğvaqның mı ahvalını bilmeymen, singlimning mı ahvalını hem bilmeymen. Bu küçük inim Abduqayyum Davud. Bu yıl 28 yaş. Sharqi Turkistonning Xotan viloyat Gumanoyi Boshlangan Reza Sazam Kenit 3-guruhidan. İnim 2017 yil 5 ayda men bilan aloqa qilganlik sababidan Xitoy tajovuzchilari tarafidan tutilib qo'lga olinganlik xabarini oldim. Buningdan keyingi hech ahvolni bilmayman. Aloqam yo'q. Bu ikkinchi acham Nurimangul Davud. Acham bu yil 50 yosh. Sharqi Turkistonning Xotan viloyat Gumanoyi Boshlangan Reza Sazam Kenit 3-guruhidan. Acham 2017 yil 3 aylar etrafında men bilan aloqa qilganlik sababi bilan tajovuzchi Xitoy soqchilari tarafidan so'roq qilinib, bir puti bilan bir qo'li sundirib o'tilib, meyib qilib o'tilganlik xabarini olgan. Shundan keyin acham bilan bo'lgan aloqam yo'q. Bu acham hayot bormi, yo'qmi, turmidimi, uni bilmayman. Bu dadam Davud Mimtiz. 88 yaş. Dadam bilan en oxirgi qitim ko'rishgan vaqtim 2017 yil 5 ay. Bu yan aloqam yo'q. Dadam hozir bormi, yo'qmi, hozirgi ahvoli qanday, uni bilmayman. Bu qizim Rabigul Muhammad. Bu cho'ng acham Gulbahar Davud. Bu 3-acham Nurcemal Davud. Bu birinci singlim Aycemal Davud. Bu küçük singlim Aygüzel Davud. Bu çoğun inim Abdülmutallib Davud. Bu ikinci inim İziz Mutallib Davud. Bu üçüncü inim Obul Kasım Davud. Ve bunundan başka 35'ten artık urug' tuqqanlarimning izlari yo'q. Ular hayot bormi, yo'qmi, kampudimi yoki turmudimi uni bilmayman. Ular bilan hech aloqam bo'lmadi. Oxirida kishilik huquq jamiyati, kishilik huquqni qadrlaydigan va yaqlaydigan, demokratiyani ilgari suradigan va ilgari surish uchun kuch chiqarayotgan davlat va shaxslarga deydig'ini Sharqi Turkistonda Uyg'ur millati irqiy qirg'inchilikning qurboni bo'lib yer yuzini yo'q qilinyotdi. Men va tuqqanlarimning beshiga kelgan bu musibat kunlar Sharqi Turkistondagi millionlagan qarindoshlarimizning beshiga kelib yer yuzidan yo'q qilinyotdi va turmularda yetyapti. Sizlerning şu beguna qarindoshlarimiz uchun ovoz chiqarishinglarni, Xitoyning jazo lageri yo'q, hammasini qo'yib berdik degan bu yolg'on yavdaq safsatlarga ishonmasliklarini ve emli şekilde
tekshirish ilib berib 21-asrdagi diktatorlikda chekidan oshgan demokratiyani xohlagancha dafsanda qilib irqiy qirg'inchilik ilib berayotgan Xitoy tajovuz kommunistlarga qarta tadbir ilib berishni umid qilaman.